Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 27 va 28 belglar tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Transport vositalari ixtiyoriga berilgan vakolatnomasi bo'lgan shaxs o'zining ishtirokida transport vositasini boshqa shaxsga boshqarishni topshirishi mumkinmi? Mumkin emas. Bu shaxsda mazkur toifali transport vositasini boshqarishga ruxsat beruvchi haydovchilik guvohnomasi bo'lgan taqdirda, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisida ismi-sharifi ko'rsatilgan bo'lsa yoki majburiy sug'urta qilish bo'yicha shartnoma ushbu transport vositasini cheklanmagan shaxslarning foydalanishini hisobga olgan holda tuzilgan bo'lsa mumkin. Agar yo'lda bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, avtomobilni shatakka olishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadimi? Bu to'xtash yoki chiziq qaysi yo'l belgisi bilan qo'llaniladi? To'xtamasdan harakatlanishni taqiqlangan belgisi bilan qo'llaniladi, ya'ni bu belgi stop belgisini bildiradi. Chiziq to'g'ri. Avtomobil haydovchisi harakatning tartibi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Xo'p, biz aytganmiz, tartibga solinmaydigan chorrahalarda tramvay transport vositasi ustunlikka ega bo'ladi. Demak, birinchi navbatda tramvay harakatlanadi. Ikkinchi navbatda ko'p mashina chapga qayrilmoqchi. Shu tufayli u mototsiklga yo'l beradi. Demak, tramvay va mototsiklni o'tkazib, chorrahadan qayrilib oladi. Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Xo'p, ushbu holatda sariq avtomashina chorrahaga kirib keladi. O'ng taraf bo'shligi uchun birinchi chorrahaga kirib keladi. Shunda ko'kda o'tkazib yuborish uchun to'xtaydi. Ushbu holatda yashinda o'ng taraf bo'shaydi va yashin harakatlanadi. Shundan so'ng ko'k va qizil birga harakat qilinadi. Chunki yashil yurib ketgandan so'ng ko'k bilan qizil o'ng taraf bo'shaydi. Va xuddi sariq harakatlanadi. Haydovchi boshqa haydovchilarning ko'zini qamashtirishi mumkin bo'lgan uzoqni yorituvchi chiroqni yaqinni yorituvchiga qachon almashtirish kerak? 100 metr qolganda ro'paran transport vositasiga bir zerikti bor. Shu javob to'g'ri bo'ladi. Bu savolni javobi bilan yodlab qolishingizni tavsiya qilamiz. Aholi punktidan tashqarida tirkamali yengil avtomobil haydovchisiga eng katta tezlikni soatiga necha kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi desa 80 bo'ladi. Ushbu joyda avtomobilning to'xtab turishiga ruxsat etiladimi? Albatta. 30 metr ruxsat etiladi. Avtotransport vositasida bo'lgan tibbiyot qutchasiga kiruvchi 5% yod eritmasi nima uchun qo'llaniladi? Yer atrofidagi terini ishlash uchun. Bolalarni tashkiliy tashishda qanday talablar qo'yiladi? Bolalar guruhini tashkiliy tashishda transport vositasida katta yoshli kuzatib boruvchi bo'lishi shart. To'g'ri. Bolalar guruhini tashkiliy tashish uchun mo'ljallangan transport vositasining oldi va orqa tomoniga bolalar guruhini tashish taniqlik belgisi o'rnatilishi shart. To'g'ri. Demak, barcha javoblar to'g'ri. Endi 28-belgini tahlil qilamiz. Oldin aytganimizdek, bu testlar 56-testgacha yechib kelingan va YouTube'da shortlari joylashtirilgan. Shuning uchun e'tibor qilmaysizlar. 28-belgida tahlil qilamiz. Ko'k avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Ushbu holatda e'tibor berishimiz mumkinki, yashil va o't o'chiruvchi maxsus transport vositasi asosiy yo'lda. O'zi oldin ham aytganmiz, ko'k yoki qizil miltillab yonuvchi mayoqchali chiroq bilan belgilangan jihozlangan transport vositalari harakatda ustunlikka ega. Ushbu holatda birinchi harakatni maxsus transport vositasi harakatga keladi. Undan so'ng ko'k keladi. Yashil keladi. Yashil harakatlanadi chunki bu asosiy yo'llar. Ushbu holatda qolgani o'ng qo'l qoidasiga muvofiq harakat bo'ladi. Bular harakatlangandan so'ng
ko'k uchinchi bo'lib harakatga keladi. Sababi o'ng qo'l qoidasi sariqning o'ng tarafida. Qaysi belgi velosiped yo'lakasi bilan kesishuvni bildiradi? Ikkinchi belgi. Bu chiziq qaysi yo'l belgisi bilan qo'llaniladi? Yo'l bering belgisi bilan. Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Ushbu holatda biz o'ng qo'l qoidasiga rioya qilamiz. Shu holatda ko'k birinchi harakatlanadi. Undan so'ng sariq, oxirida sariq yashil bilan birga harakat qiladi, to'g'ri. Demak, tushunarli. Chalg'ib ketdik, kechirasizlar. Ko'k, yashil bilan sariq. To'g'ri, bir-biriga xalaqit bermaydi. Demak, xato qildik. Demak, ushbu holatda ko'k yashil bilan va oxirida sariq. Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Birinchi yashil o'tadi. Yashil ko'k ayni vaqtda qizil bilan va sariq. Yashil o'tgandan so'ng ko'k va qizil avtomashinaning o'ng tarafi bo'shaydi. Haydovchi yaqinlashib kelayotgan poyezdni o'tkazib yuborish uchun to'xtash yotiq chizig'i yoki to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisidan qanday masofada to'xtash kerak? Bevosita to'xtash yotiq chizig'i yoki belgi oldida bo'ladi. Mototsikl haydovchisi qoidalarni buzyaptimi? Ha, buzyapti. O'zi tartib bo'yicha qoidani buzyapti, lekin ushbu holatda yo'q degan javob chalg'ib ketdim. Hurmatli kuzatuvchilar, bilsanglar bitta savol kelgan, unda ham xuddi shu holat, faqat yonma-yon kelgan, yonboshchasiga qo'yilgan. Shu holatda qo'yilgan holatda taqiqlangan, lekin to'g'ri deb olingan. Shuning uchun o'sha savolga hozir chalg'idim. Qoidani buzyapti deb yo'q deb oldim. Yengil avtomobil haydovchisi aholi yashash punktlaridan tashqaridagi yo'llarda harakatlanishda belgilangan tezlikni oshirish qaysi vaziyatlarda taqiqlanadi? Faqat yo'l tezlik cheklangan belgilanadigan bo'lsa, faqat harakatlanayotgan tirkamali yengil avtomobilga, agar u boshqa transport vositasini shatakka olgan bo'lsa, sayr qilgan barchasi bo'ladi. Bu savolni yodlab qolishingizni tavsiya qilamiz. Egiluvchan yoki qattiq ulagishda shatakka olingan mexanik transport vositasida odamlar tashishga ruxsat etiladimi? Xo'p, avtobus va trolleybusga ruxsat etiladi? Yo'q. Taqiqlanadi? Yo'q. Yuk va yengil avtomobillar ruxsat etiladi? Yo'q. Yuk avtomobillar kabinasi va yengil avtomobillar ruxsat etiladi. Agar transport vositasining tuzilishida ko'zda tutilgan orqani ko'rsatadigan ko'zgular bo'lmasa, avtomobildan foydalanishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Ushbu bilan bizning oxirgi savolimiz edi. Bu testimizda, beltimizda 28-beltda ikkita xato qildik. Bu barchasi konsentratsiyaning buzilganligi, bilasizlar, hozir kech bo'ldi. Kamchilik uchun uzr. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaqin kunlarda YouTube'da jonli efirni boshlaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.